Tashkilotimizda bolajonlarimizga shunday ta'lim berilyaptiki, maktabda o'rganadigan bilimini hozirgi bog'chamizda tayyor holatda o'rganib chiqib ketishyapti. Savodga o'rgatish, matematik tasavvurlarni shakllantirish, jismoniy tarbiya, chet tili kabi mashg'ulotlar faoliyatimizda yo'lga qo'yilgan. Ilk qadam davlat dasturimiz asosida mana shu dasturlar o'tiladi. Yil oldingi bilan hozirgi davrda ancha farq bor, chunki birinchi o'rinda ta'limga e'tibor berilyapti. Bugungi kundagi bolajonlarimiz o'zlari kichik bo'lishlariga qaramasdan, ular 3 yosh bo'lsin yoki 7 yosh bo'lsin, bularning hozirgi jarayonlari juda ham qiziquvchan, talabchan savollarni berib, ularga albatta javob olishga tayyor bo'ladigan bolajonlarimiz. Sog'lom ovqatlantirish bo'yicha Vazirlar Mahkamasining mana qarorlari qabul qilindi. Har bitta tashkilotda respublika bo'yicha mavsumiy taomnomaga o'tildi. Bunda asosan bolajonlarni sog'lom hamda sifatli ovqatlantirishga e'tibor qaratilgan. Biz ham jamoamiz bilan birga yangi O'zbekistonimiz uchun yetuk, aqliy rivojlangan kadrlarni, salohiyatli insonlarni chiqarib berishga astoydil harakat qilyapmiz.